YouTube'ni yuritish uchun Amerika YouTube'i degan tushuncha yo'q va kurslarni sotib olish kerak emas. Pul sarflab kurslarni reklama qilyaptimi? Demak, bundan pul maqsad qilinyapti. Bundan bir necha barobar pul ishlab olish imkoniyati bor. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Anchadan beri video qilmadik, gaplashmadik. 2 oycha bo'lib ketdi adashmasam. G'alvardan elab olingan ma'lumotlarni beraman. Qaranglar. Qanaqa YouTube kurslarini sotib olmaslik kerak, qanaqalarni sotib olsa bo'ladi. Birinchi mana shundan boshlaylik. Mavzuyimiz dolzarb, YouTubedan daromad qilmoqchi bo'lganlar uchun juda ham muhim va qiziq bo'ladi. Lekin bu paytgacha mana 2 oy o'tibdiki, video joylamabman. Adashmasam 2 oy. Menga berilgan savollardan birin-ketin javobini berib boraman. Mana shunga qarab, o'zingizlar xulosa qilib olasizlar. Qaranglar. Birinchisi, YouTube kurslarini kimdan sotib olish kerak yoki qandaylarni sotib olish kerak va qaysilari firibgarlar yoki umuman maqsad soqqa qilish. Bu narsalarni bilish unchalik qiyin emas, lekin sizda fundamental bilimlar bo'lishi kerak. Psixologik va YouTube o'ziniki. В общем, qaranglar. Agar katta marketing qilib, mana shu marketing orqasidan kurslarga yo'naltirib odam chaqirilayotgan bo'lsa, bu yerda pul ko'zlanyapti. Chunki bu yerda katta xarajat bo'lyapti. Buni bir necha barobarini qoplab olishni maqsad qilingan bo'ladi. Haqiqiy kurs, yaxshilik ulashib, chin ko'ngildan qilinadigan kurslar, bular ortiqcha ommaga pul sarflab, marketing qilib, tarqatib, kursni reklamasini kuchaytirib katta xarajat qilinmaydi. Chunki men shunchaki yordam qilyapman, kim xohlasa ko'rib olsin, marhamat deb turib qilinadi, xuddi menga o'xshab. Ortiqcha tayyorgarliklarsiz, ortiqcha bir bosh qotirmalarsiz. Shunday chiqaman, kimga kerak bo'lsa, bunaqa joyda ishlaydigan odam oladi. Mana shunday bilib olsangiz bo'ladi, ya'ni. Kursni alohida reklamasi bo'lib ketayotgan bo'lsa, u yerda katta ehtimol bilan soqqa ko'zlangan sizdan va qaysilarini sotib olsa bo'ladi. Borini boricha gapirilgan katta kurslarga targ'ib qilmasdan ochiqchasiga shunchaki taklif qilinganlarining aksariyati o'sha yaxshi kurslar bo'ladi va yana qanday kurslarni sotib olsa bo'ladi. O'sha eski Alien Dance, Tiles Hop, Skibidi, BMG, Drive shunga o'xshagan o'yinlarni yuklab olib, o'yin o'ynab video qilsangiz bo'ladi deb qilingan kurslarni sotib olishni men maslahat bermagan bo'lardim. Nimaga desa, bunaqa kurslarni umri unchalik uzoq bo'lmayapti, lekin bu paytgacha rosa ham katta pullarni ishlab kelishgan, to'g'ri bu sohada. Faqat oxirgi paytda YouTubening qonun-qoidalari kuchaytirildi, ya'ni kaprizroq, ya'ni injiqroq bo'la boshladi, tor bo'lib siqishni boshladi. Ijodkorni haqiqiy ijod qilishga undaydigan qonun-qoidalarni kiritib qo'ydi. Mana shuning uchun mana bu o'sha o'ynab video qilishlar bilan qiymatsiz videolar qatoriga kirib qolyapti. Shunda juda ham mehnat qilib bir necha yuzlab video joylaganingizda kanalingiz bloklanib qolyapti. Hammasi ham shunaqa bo'lyapti deb bo'lmaydi. Lekin riski baland. Endi keyingi savolga o'tamiz. Men video olishni bilaman, videograflikka o'qiganman, telefon qurilmalarim ham yaxshi, lekin yo'nalish topolmayapman deyotganlar. Har kunlik qilayotgan ishingizni videoga oling. Siz videoga zo'r olar ekansiz, xo'p? Har kuni qilayotgan ishingizni videoga oling. Bo'ldi, sizga ortiqcha nisha topish kerak emas. Misol uchun men sizga aytishim mumkin, yog'och o'ymakorligi bilan shug'ullaning. Bilmasangiz ham mayli, shu maxsus uskunalarni sotib olib, o'sha iskana degan narsalar, qiradigan yog'ochni ishlab berish uchun tig'li pichoqlarni sotib olib, kamerani shunga yoqib olib, qirib, tozalab o'tiring har kuni. Soatlab tozalaning kerak bo'lsa, shuni videoga qo'ying. Har kuni 1 soatlik desam bo'ladi. Lekin siz unga qiziqmasligingiz, sizga u narsa o'ta ham bir zerikarli tuyulishi mumkin, uni qilmasligingiz mumkin. Undan tashqari sizda boshqa ishlar ham bo'lishi mumkin. U monetizatsiyaga chiqmasdan turib 1 oy, 2 oy, hatto 3 oylab quruqdan quruqqa videoni ustida ishlash, qolgan kundalik tirikchilik xarajatlarini o'z holiga tashab qo'yish ham yaramaydi. Shuning uchun sizga mos kelmaydi. Qaysidir yo'nalishni sizga qiling desam. Yo'q, men vaqt ajrataman, men aytganingizni qilaman, menga bitta yo'nalish bering degan odam o'zi adashyapti. Chunki bunaqa yo'lda o'zim o'tganman. Men ham shunaqa savollar berganman. Oxiri noto'g'riligini tushunib yetganman. Nimaga bunaqa deyapman? Gap shundaki, kimgadir o'sha yo'q, shu eng trendda bo'layotgan siz tavsiya berganingizda daromad zo'r topsa bo'ladiganini ayting, men o'shani qilaman degan odam maqsadini o'sha asosan pulga qaratyapti va tezroq ko'tarilishga qaratyapti. Asosiy orqada turadigan maqsad baribir pul bo'lib qolishi mumkin. Lekin men maslahat berardim, YouTube'da ijod qilayotgan odam to'liq pulga aksentni qaratmaslik kerak, odamlarga bir foydali bir narsa berishga o'zida maqsad qila olsa o'ziga
Mana shunda pul o'z-o'zidan keladi. Siz odamlarga foydali bir ma'lumot yetkazing yoki foydali bir tasvirlarni, videolarni tayyorlang. Odam uni ko'rib qandaydir foyda olsin, dam olsin. Mana shuni natijasidan ular sizni o'z-o'zidan qo'llab-quvvatlaydi. Sodiq obunachilar paydo bo'ladi. Sodiq obunachilar YouTube'da bu sizni asosiy boyligingiz yoki qurolingiz. Agar sizda sodiq auditoriya tashkil bo'ladigan bo'lsa, YouTube monetizatsiyasiga ham qarab o'tirmaysiz. Ular sizga donat qilishlari mumkin, minnatdorchiliklar sifatida turli xil summalar jo'natishlari mumkin va siz o'zingizni qaysidir mahsulotlaringizni jahon bozorlariga pochtalar orqali, Amazon orqali yoki boshqa shunga o'xshash saytlar orqali sotib o'zingiz merchlaringizni chiqarishingiz mumkin. Shuning uchun sodiq auditoriya tashkil qilishda ularga videoda qiymat berishga harakat qiling. Faqat videoni orqasidan soqqa emasda qiymat berishga harakat qiling va bu sizga o'ylaymanki juda ham katta yordam beradi. Shuning uchun trend nishalarni orqasidan quvmaslik yaxshiroq. Chunki trend to'xtab qolgandan keyin trendlar bilasizlar, umri juda ham qisqa bo'ladi. Boshqa trend bo'ladi, boshlanadi, eskisi tugaydi. Ana shunda siz yangi trendga o'tishga majbur bo'lib qolasiz. Chunki eskisini avvalgidek qizig'i qolmaydi va avvalgidek qizig'i qolmaganini o'sha qiziqarli qilib ushlab turish juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun men sizlarga eng yaxshi tavsiya berganim, har kunlik qilayotgan ishingizni, kasbingizda videoga oling. Kimdir asosan kompyuterda yozsa, kompyuter klaviaturasiga kamerani qaratib qo'yib yozib o'tiring, tamom, prosta. Shuni joylab boravering. Milliardlagan YouTube foydalanuvchilarining orasida sizni jinnicha qilgan videolaringizni ham ko'rishga qiziqadigan 100 minglab insonlar topiladi, obunachilar topiladi. Shuning uchun siz o'zingizni har kuni qilayotgan ishlaringizni tasvirga oling. Faqat tasvirga olishni, to'g'ri olishni o'rganib oling va YouTube'ga to'g'ri joylashni o'rganib oling. Mana shunda siz albatta natijaga erishasiz. Va shu joyda bitta narsani qattiq ta'kidlab o'tib ketaman. Agar siz YouTube'ga video joylayotgan bo'lsangiz, bilib qo'ying, u YouTube'ni xotirasida bir umrga qoladi. Qachonki YouTube tag-tugi bilan yo'q bo'lib ketsa, shunda videolaringiz yo'q bo'lib ketishi mumkin va ungacha sizning videolaringiz shu YouTube tarmog'ida aylanadi. Va har bir ko'rgan odamga u yoki zarar berib qo'yishi yoki foyda berishi mumkin. Mana shu narsani hisob-kitobini qiling. Ya'ni imkon qadar foydali, zarar tegmaydigan sifatli kontent qilishga harakat qiling. Endi sifatli derkan, to'g'ri, birdaniga o'xshamaydi. Perfeksionist bo'lmang. Sifatli video qilishga u qadar hali o'zingizni qiynamang, chunki xohlasangiz, xohlamasangiz boshlanishida u qadar sifatli videolar chiqmaydi sizda. Hatto Mr. Beastda ham, keyin Believer degan o'sha YouTuber bor, motivatsion videolar qiladi. O'zini hayotidan bir narsalar gapirib beradi. Shunda ham o'sha 200 ta 300 ta videolarini hech kim ko'rmagan yoki 1000 ta ham odam yig'olmagan, o'sha 200 lab 300 lab qo'ygan videolariga va keyin portlab ketgan, ya'ni to'g'ri, chiroyli ma'noda. Shuning uchun siz ham tayyor bo'lishingiz kerak. Psixologiyalarga, ya'ni YouTuberning psixologiyasi degan tushuncha bor. YouTuberning psixologiyasi nima? Ya'ni siz YouTube'ni boshqarayotgan ekansiz, video joylaganingizda kutuv yoki analitikani tutaverasiz, obunachi qancha bo'ldi, ko'rishlar qancha bo'ldi, ko'raverasiz. Mana shunda YouTuberning psixologiyasini to'g'ri ushlab turish kerak odam. Analitikaga kirib kovlashtiravermaslik kerak. Siz avval shu 100 ta yoki 200 ta videoga maqsad qilganingizdan keyin shu videoni oling, joylab boravering. Joylab boravering. Auditoriyaga ham qaramang, hech qayerga qaramang. O'zi o'sha kun keladi, sizni kanalingiz ijobiy ma'noda portlaydi va siz tushunib yetasiz. Har bir videoda kuchayib borasiz. Ya'ni video olib borganingiz sari siz professionallikka yaqinlashib borasiz. Shuning uchun eng zo'r narsa bu o'sha videoni chiroyli tasvirga olishga bo'lgan qiziqish bilan tinimsiz video olish, tushunyapsizmi? Agar sizda videoga olishga qiziqish bo'lmaydigan bo'lsa, lekin YouTube'dan daromad qilishga, YouTube'da videoga tushishga qiziqish bo'ladigan bo'lsa, yaxshi videoga olishga qiziqadigan bir o'rtog'ingiz, tanishingiz yoki yaqin insoningizni o'zingizga jamoa qiling. Bu bilan o'sha daromadlarni ham bo'lishasiz. Video ham qiziqarli bo'ladi. Faqat maqsadlarni bir qilib olish kerak. Ikki tomonga tortmaydigan qilib, o'sha o'zingizga mos juft topishingiz kerak jamoa nuqtai nazaridan. Xo'p, hammasini aralashtirib olib ketyapman. Umumiy tushuncha beryapman. Tartib bilan savollar yozib olganim yo'q. Shu kelyapti bu yoqdan aytib beryapman. O'zingiz miyangizda tartiblab olasiz. Ruchka, daftar, qalam bilan yozib olsangiz ham yaxshi edi. YouTuberning psixologiyasi qanday bo'lishi kerak? Qo'yilgan maqsadga qarab videoni olib joylab ketaverish kerak. Uni
video joylagandan keyin 2 soatda qancha bo'ldi, bir kunda nechta prosmotr bo'ldi, nega ko'rilmayapti, nimaga qotib qoldi. Eng ko'p savol mana shunaqa. Video qo'ydim, ko'rilmayapti, 7 tada qotib qoldi, 10 tada qotib qoldi. Bitta narsani tushuningda, siz video qo'yyapsiz, mana aytaylik 10 minutlik video qo'ydingiz long formatda. Uni misol 7 kishi ko'rdi, qolganlar ko'rmayapti. Analitikada 1 soat sizning videolaringizda 1 soat ko'rildi deyapti. Bu dahshat narsa. Ya'ni 7 kishi 10 minutlik videoni 1 soat ko'rishi, bu 90% odam, deyarli 90% odam, ya'ni 10 tani 9 tasi videongizni boshdan oxirigacha ko'rdi degani. Bu tasavvur qiling, siz bitta xonada mana shunaqa qilib menga o'xshab gapiryapsiz-da va 10 ta odam sizni jim eshitib turibdi, boshdan oxirigacha gapingizni bo'lmasdan. Siz mana shu narsani qadriga yetishingiz kerak. Mana shu narsaga qiymat bering, tushundingizmi? Bu wow. Shu odamlar shuncha vaqt o'zini sarflabdi, vaqtini sarflabdi meni videoyimga. Demak, meni videoyim nimasidir qiziq dengda. Yana ham chiroyliroq, foydali, muhimi foydali videolar qilishga harakat qilib ketaverasiz. Ko'rishlarni o'zidan motivatsiya olish, ilhomlanish kerak. Kommentlar yozilsa, u вообще bomba bo'ladi. Kommentariya sizni yoki ko'kka ko'taradi yoki yerga uradi. Men aytgan bo'lardim, har bir kommentariyadan o'sha ko'kka sapchishingizga, o'zingizga trampolin qilib foydalaning, hatto negativlardan bo'lsa ham. Har bir kommentariyaga javob berishga odatlaning. Aytganlarimni, videolarimni boshqatdan ko'rib chiqib, bitta daftar qog'oz bilan yozib olsangiz juda ham yaxshi bo'lardi. O'sha YouTuberning psixologiyasi haqida qisqacha gapirib ketdim. Buni yozib oling. Masalan, siz YouTube'ni boshlamoqchimisiz? Sizga nimalar kerak? Men boshdan tushuntirib beraman. Siz birinchi yugurib borib YouTube kanal ochishga harakat qilasiz, intilasiz. Bu noto'g'ri. YouTube'ga daromad qilish uchun O'zbekistonda monetizatsiya uchuqligi uchun, O'zbekistondan ko'rilganda juda ham kam sentlar to'langanligi uchun, ko'rishlar soniga YouTube'dan O'zbekiston hududidagi auditoriya hisobiga pul ishlab bo'lmasligi sababidan siz Yevropaga yoki Amerikaga, umuman boshqa rivojlangan mamlakatlar aholisi ko'rishiga mos bo'lgan kontent tayyorlashingiz kerak, video kontent. Endi ana shu video kontentni tayyorlaganda qanday qilib ko'p pul ishlanadi? Videoingizni boshidan oxirigacha o'tkazilmasdan ko'rilsa, uni orasiga reklamalarni YouTube kompaniyasi joylab chiqadi. Ana shu sizning videoingiz sababidan ko'rilgan, tomoshabinlar ko'rgan reklamalarga sizga pul to'lanadi. Nimaga? Chunki seni mehnat qilgan videoing tufayli bizga reklama beruvchilarni reklamalarini odamlarga ko'rsata oldik. Buning uchun senga rahmat va reklama beruvchi bizga bergan $1 yarmini sen bilan bo'lishaman deydi. $1 endi ramziy ma'noda aytyapman. Balki $1000 bo'lar, hammada har xil bo'ladi. Mana shunday qilib pul topiladi. Shuning uchun videoni boshdan oxirigacha ko'rilishi muhim va videoni iqtisodiyoti kuchli mamlakatlar ko'rilsa, u yerda reklama beruvchilar katta pul to'laydi, chunki iqtisodiyoti kuchli va o'sha katta pulni ham соответственно, ya'ni munosib tarzda YouTube sizga yarmini yoki 45%ni beradi. Bu bilan sizning daromadingiz yuqori bo'ladi. Mana bu YouTube'ning qonun qoidalarini YouTube kanal ochmasdan turib o'qib o'rganishi kerak. ChatGPT sizga yordam beradi. $6 ga ChatGPT Go tarifini sotib olasiz, bir oyga $6 to'laysiz. To'liq YouTube sir asrorlarini to'g'ri savol bersangiz, to'g'ri javob beradi. Savolni shunaqa olib kelib qo'ysangiz, shunaqa mo'shni javoblarni, konkret javoblarni beradi. Savol berishni bilmasangiz, yaxshi javob ham ololmaysiz. Shunaqa tarafi bor sun'iy intellektda. Shuning uchun o'rganasiz. O'rganib, keyin videoga olishni o'rganasiz. Videoga olishni o'rgandingiz, YouTube'ning qonun qoidasi bilan tanishdingiz va videoingizni YouTube'ga o'sha siz ko'zlagan auditoriyaga yetib borishiga mos qilib joylashni tartibini yaxshilab o'rganasiz. Mana shu 3 ta narsani o'rganasiz, tushunyapsizmi? YouTube qonun qoidasi, videoga olish usuli, operatorlik qobiliyatlaringizni ishga solasiz, o'rganasiz va o'sha olgan videoingizni auditoriyaga to'g'ri yo'naltirib joylashishi. Nozik joylari bor, ba'zi bir jihatlari bor. Endi o'sha anaqa sirli, sinoatli joy emas u. Elementar e'tibor berish kerak bo'lgan joylar bor. Shu narsalarni o'rganasiz. Bunda men aytaman, ChatGPT yordam beradi. Gemini yordam beradi, Claudia ham yordam beradi. Men ChatGPTni baribir maslahat bergan bo'lardim. Keyin qaranglar. Shu narsani o'rganib bo'lgandan keyin ham xotirasi yaxshi telefon yoki
umuman telefoningizdan alohida tashqi xotiralik fleshka qilib shunga o'tkazib 5 ta hech bo'lmaganda yoki yaxshi bo'lardi 10 ta video tayyorlang o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha. Yo'nalish qanday tanlaysiz? Yo'nalish tanlashga qiynalayotgan odam kunida har kuni shug'ullanayotgan nima ishi bo'lsa o'shani qilsin. Takroriy bir xil ish qilaman, zerikarli bo'lib qoladi demang. Zerikarli bo'lmaydi. Rutina videolar bor. Ya'ni har kunlik bir xil ishni videoga qo'yadi. Men o'zim shaxsan shuni qilganman. Odam tez ko'payadi va bu videolar uzunroq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ko'proq ko'riladi. Ya'ni yarim soatdan ko'p bo'lishi kerak. U yoqqa ketaveradi necha soat qilsangiz ham. Yarim soatdan ko'p bo'lishi juda ham muhim. Qiziqmas deb o'ylamang. Har kuni qilayotgan ishingizni qilib ketavering. Bosh qotirmang. Velosipedni qaytadan ixtiro qilaman deb nima yo'nalish topsam bo'larki, men zo'rini topishim kerak, moshnisini topishim kerak, hech kimga o'xshamagan topishim kerak. Siz individual odamsiz. Shundoq ham sizni shaklingiz, umuman sizni hayotingiz hech kimnikiga o'xshamagan. Siz alohida odamsiz. Shuni o'zi ham bitta nisha, bitta yo'nalish. Siz har kuni ertalab turganingizda boshqacha turasiz, hammaga o'xshab bir xil turmaysiz. Mana shu narsalarni kadrlarga to'g'ri olishni bilish kerak. Oyoq kiyimingizni kiyganingizda hamma qatori kiymaysiz baribir. Sizni uyingiz hammaning uyi bilan bir xil emas. Uyingiz boshqacha, atmosferangiz boshqacha, aurangiz boshqacha, xarakteringiz boshqacha, xatti-harakatlaringizni videoga oling misol uchun-da yoki umuman ish jarayoningizni olsangiz ham bo'laveradi. Zerikarli bo'lmaydi. Perfeksionist bo'lmang. Kinoga o'xshatib olish kerak, zo'r qilish kerak, ancha narsa olish kerak, mikrofon olish kerak, endi kameralar olish kerak. Yo'q, qo'lingda nima bo'lsa shundan foydalan. Bu eng zo'ri. Perfeksionistlikni, ya'ni hamma natijalarni eng zo'rini qilish haqidagi o'y-xayollarni chiqarib tashla miyangdan degan bo'lardim. Mana shunaqa qilib yaxshilab e'tibor berasiz, keyin YouTube kanal ochasiz. O'sha 5 ta 10 ta video zaxira qilib olganingizdan keyin YouTube kanaliga kun ora qilib joylab borasiz va har joylaganingizda har kuniga bittadan video olib boraverasiz. Yoki kuchingiz yetgancha 3 kunda bir videoni tayyorlashga kuchingiz yetsa, YouTube'ga ham tartiblab 3 kunda bir joylash kerak. O'sha auditoriyaga mos vaqtni bilib, o'sha boya aytgan auditoriyaga to'g'ri joylash kerak bo'lgan ilmni o'rganish kerak deganim o'sha joyda kerak. O'sha vaqtlarga joylab borib ketaverasiz va o'sha YouTuber o'zini qanday tutish kerak, joylagandan keyin ko'rilmayapti, bo'lmayapti emas. 0 tursa ham joylayvering. YouTube sizni test qiladi birinchi. Bu qayoqqacha boradi? Bir haftalik YouTubermi, 1 oylik YouTubermi, 3 oylik YouTubermi deydi, ya'ni test qiladi. Sizga 1 haftalik test, 1 oylik test, 3 oylik test qiladi. 3 oylik testdan o'tdingizmi, ya'ni 3 oy ichida ham siz jiddiy jahd bilan video qo'yib boryapsizmi, YouTube sizni jiddiy content maker deb tan olishni boshlaydi va sizni videolaringizni ana shu momentdan turib obunachilarga, umuman YouTube foydalanuvchilariga taqdim qilishni boshlaydi. Ba'zi odamlarda bu bir haftada amalga oshib ketadi. Kontent o'ta ham qiziqarli bo'lganligi uchun. Ba'zi odamlarda kontentingiz juda ham zerikarli bo'lsa 3 oy, hatto 6 oygacha dimlanib turishi mumkin. Ya'ni sizni kontentingizga mos odamlarni YouTube topib, sizni kontentingizga yo'naltirish uchun vaqt ketadi. Shuning uchun kontentni qanchalik qiziq tasvirga olishingiz, qiziq qilishingizga ham bog'liq bu, tez ko'tarilib ketishingiz. Xullas, mana shunaqa. Va YouTuberning o'sha psixologiyasi, ya'ni ko'rinmayapti, bo'lmayapti, vaqtim ketyapti deydigan bo'lsangiz, uni yig'ishtirib qo'ya qoling. Shuning uchun men maslahat beraman. YouTube kanal ochib o'tirmasdan 5 ta yoki 10 ta video qilishga harakat qiling. Ana shuni ichida siz bilinadi. O'zi 10 taga toqatingiz yetmasdan tashlab qo'yapsizmi? Tamom, o'zi YouTube'da ham yig'ishtirib qo'ya qoling. YouTube tashlab ketilgan kanal akkauntlarga to'la deyiladi-da. YouTube platformasi tashlab ketilgan akkauntlarga to'la. Juda ham ko'pchilik boshlagan tashlab ketgan. Shuning uchun siz ham o'shalarni bittasi emasmisiz? YouTube akkaunt ochib o'tirmasdan 10 tagacha video qiling o'zingiz xohlagan yo'nalishda. O'sha bitta yo'nalish bo'lsin, bir xil yo'nalish bo'lsin. 10 xil undan bunga sakrashda ish yo'q. Mutlaqo u ish qilmang. Ya'ni shunda siz bilasiz, siz ijodkormisiz, ijodkor emasmisiz. Gapirganlarimni kerakli deb bilganlaringizni 1-2 qilib yozib olib, uni har kuni o'qib harakat qiling. Va albatta Google sizni ishga oladi va maosh sizga tayinlaydi. Albatta xatti-harakatingizga qarab tayinlanadi maosh, ya'ni monetizatsiyaga kirsangiz YouTube sizga pul to'lashni boshlaydi qilgan mehnatingizga qarab. Va siz o'z-o'zidan YouTube'da yoki Google kompaniyasida ishlayotgan bir inson sifatida uyingizda o'tirib kontent yaratib daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizni insoniy qadriyatlaringiz, qadr-qiymatingizni toptaydigan yoki ertaga baribir o'sha javob berishingizga to'g'ri kelib qoladigan yomon narsalarni tayyorlamasligingizni, bolalarga ziyon yetkazadigan, zarar yetkazadigan yoki insonni
ongini buzadigan, yo'ldan ozdiradigan fikrlar berib kontent qilmasligingizni maslahat bergan bo'lardim. Bu juda ham nozik masala. Shuning uchun sizlarga bir narsalarni tushuntirishga harakat qildim. Umid qilaman foydali bo'ldi. Yoqqan bo'lsa layklarni, fikringlar bo'lsa kommentariyalar ochiq. Kommentariy o'qishga men ham ochiqman. Keyingi videolar kommentariyada nima deb yozishingizni qarab bo'ladi.